Assalomu alaykum Texnobozor obunachilari va tasodifiy kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda Samsung Galaxy A26 smartfoni bo'ldi. Xo'p, A36 ni aytdik, A56 ni obzorini aytdik. Endi shularni biratishgachana yetib keldik. A26 smartfoni qiziqli taraflari bor. Bu smartfonimizning protsessori kuchliroq etib ishlangan. Yana bir-ikki fishkalari bor o'ziga yarasha. Obzorimizni boshlashdan oldin bir like, bir komment yozinglar. Aytganimdek kommentda ko'p so'z shart emas. Omadda qo'ysangiz bo'ladi, bratishga bostab yozib bersangiz ham bo'ladi. Albatta kanalimizga podpiska tashlab qo'yinglar. Asl obzorimizni boshladik. Samsung Galaxy A26 smartfonini ochamiz. Korobkasi har doimgidek kardon. Smartfonimizni ko'rib olsangiz, dizaynlarni o'zingiz ko'rib turasizlar. Xo'p, smartfonimizning korobkasidan navbat chiqadi. Biz navbat kutishimiz mumkin bu ingichka korobkadan. Type-C shunori, innasi garantivniy taloni chiqadi. Bilasizlar, Texnobozorda postoyanniy ofitsialniy tovarlar sotiladi. Xo'p, smartfonimizning korobkasida zo'r vazlari bor ekan, ko'rib oldik. Endi smartfonni o'zi bilan tanishamiz bir yandan. Smartfonimiz tashqi dizayni 56-36 lar bilan bir xil. Ya'ni shu ramkalari salgina bunday yirik 7,7 mm oladi. Samsung 3650 da 7,4 mm oladi. Отпечатка пальца yonboshida, ovozni boshqarish knopkalari bor. Stereo zvuk bo'ladi, tepadan ham keladi, pastdan ham keladi. Mikrofoni, Type-C razyomi, SIM karta slot uchun joyi bo'ladi. 2 SIM kartani poddesh etadi, tepasida bir mikrofoni bo'ladi. Smartfonimizning orqa dizayni glyansoviy. Xo'p, xarakteristikasida bu shisha deb yozilgan, lekin Corning Gorilla Glass Victus yoki da обычный shishami? Men uchun plastik. Real plastik. Qirchiq qiladi bu glyansoviy. Xudo xolasa tezroq qirchiq qiladi. 3 ta asosiy kamerasi, spichkasi bor. Sizga har xil turdagi telefonlar, Samsung, Redmi, Honor, Vivo yoki da iPhone kerak bo'ladigan bo'lsa, Texnobozorning call centeriga murojaat etsangiz bo'ladi. O'sha yerda nomerni chiqaramiz. Hozirgi kunda aksiyalar, smartfonlarimiz baholari, skidkalar haqida ma'lumotni berib o'tadilar. Telegram, Instagram sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Smartfonimizni displeyini to'g'ri olsak, 6,7 dyum super AMOLED displey bo'ladi. Full HD Plus rashinasiga ega, yaxshi degani. Xo'p, smartfonimiz 120 Hz ni qo'llab-quvvatlaydi. Yana plavniy 120 Hz. A25 ham 120 da, A26 ham 120 Hz. Smartfonimiz qiziqli tarafini aytib o'tmam. Bu smartfon 164 gram. Ya'ni eng yengil telefonlardan biri bo'ladi. Mana o'zim ishlatib ko'rganim o'lmaga 230 gram. Bu qo'lda umuman bilinmaydi ekanmi? Zo'r turadi. Xo'p, 1200 nitdan 1800 nitgacha quyosh tengida turib beradi. Ya'ni shunday обычный xonada ishlatadigan bo'lsangizlar 1000 nitgacha chiqib keladi. Quyosh tengida ishlasangizlar 1800 nitgacha chiqib keladi. Smartfonni ichida yakmidon tarafini aytib o'taman. Ya'ni smartfonning displeyidagi dizayni o'ta iri, qalin, qo'pol degan bo'ladi. 16 ni displey bilan bir xil. 6,7 dyum ramkalarni qarab tursa, va Honor X8 kimyada bor. Umuman ingichkada displeyda ramka umuman ingichkada. Bu narsa 50 dan boshlangan. Bu o'ta men uchun irina. Ya'ni ko'zimga shuni ko'rsam tutma yoki da sizlar ham shuni ko'rsam tutma. Atak menga yoqmadi shu tarafi. Smartfonimizning yaxshi taraflarini ham aytsak bo'ladi. Smartfonimizning protsessori. Bu smartfonimizning eng qiziqarli tarafi shu bo'ladi. Ya'ni bu smartfonimiz Exynos 1380 bilan jihozlanadi. Exynos 1380 avvalgi A35 smartfonida bor edi. A35 smartfon ham PUBG Mobile'da 60 FPS tortib beradi. A26 smartfonni endi ko'rib beramiz hozir. Samsung Galaxy A26 smartfonni protsessorini aytib o'tdik. Exynos 1380 5 nanometrli protsessor, 2400 MHz bo'ladi. Grafik protsessori Mali G68 bo'ladi. PUBG Mobile'da necha FPS tortadi ekan, hozir ko'rib o'tamiz. Atakman ko'rib o'tganman, endi birovning ichini qizdirish kerak, ko'tarib. Darrov ya, shart shunday xarakteristika beradi. Davayt, endi to'g'ri emaydi. Ko'ringlar. Rastini o'zi tortami u? Men og'zaga aytib ketganim bilan. O'z 45 FPS. Lekin A25 uyaltırmadı. Bundan eldingi pokoleniya uyaltırmadı realni.
30 FPS atrofida tortib beradi. Может, keyin obnovleniya kelgandan keyin zo'r olib ketganda, lekin Honor X8B bilan A25 ni obzori bor YouTube kanalimizda. Hozir o'tib ko'rsangizlar bilasizlar, necha etib uyoltirganini bizani. Men Samsungga ishonmadim shu vaqt. Oba, giroskop bor. Endi kimenechik bir giroskop kerak, bir kerakmidi. Ikki tarzoya qo'nazim bo'lmaydi. Oba, tushib oldik. Do'stlar, biz yerga tushib oldik. Zo'r ish qilibsiz. Ana. Giroskopi нормальный. Ishlatsa нормальный. Ko'rib 120 Hz displey, ammo zo'r shapar tutdi. Aytganimdek, smartfonimiz ikki taraflama stereo zvuk bilan ta'minlangan. Qani ko'raylik, ta'minlanmagan. Yo'bane. Monozuk mu bu? Do'stlar, biz adashdik. Bu smartfonimiz monozuk bilan ta'minlanadi ekan. Eshitib turganlaringizni. Yandan umuman sesi kelmaydi tutdi. Yo'q, zvuk faqat yandan tutdi pastki tarafini. İzzat biz alışmız. Bu monozuk bilan ta'minlanadi ekan. Lekin A25 da bor da stereo. Falan. Xo'p, zvukini tekshirib oldik. Bahonada smartfonimiz grafikasiga giramiz. Plavniyda Extreme. Ya'ni 60 FPS ni poddesh etadi. Giroskop ham bor. Xo'p, bu yerni o'tib ko'ramiz. Balans, высокий, maksimumda ultra, ya'ni 45 FPS tashkil etadi. O'zgarib ketdi ko'pdan taraf. Xullas do'stlar, bu smartfonimiz yana 60 FPS ni tashkil etdi. Yana boshqa o'yinlar ham bor. Xolos sizlar kelinglar, girib o'zlaringiz o'ynab ko'rasizlar. Shunday. Lekin monozuk ekan, bu tarafda dinamikasi yo'q, lekin A25 da bor. Keyin smartfonimiz asosiy kamerasi 50 megapiksel, yordamchi kamerasi ultravide kamera, makro kamerasi bo'ladi. Ya'ni smartfonimiz asosiy kamerasida 1x bor, 2x bor. Optik zoom'i 2x bo'ladi. Ya'ni svetni qochirmagan holda 2x gacha rasmga tushirib biladi. 0.5x bor. Xo'p, portret rejimlari bor. Keyin xo'p, video zapisda aytib o'tamiz. Smartfonimiz kamerasi 4K 30 FPS gacha video zapis etish imkoniyati bor. Full HD da 60 FPS video zapis etib biladi. Stabilizatsiyani yoqib qo'yadigan bo'lsak, Full HD 30 FPS da zapis etib turibdi. Hatto stabilizatsiya kerak desangiz, hamalab qo'lda video tushiraman desangiz, Full HD 60 FPS zo'r variant. Selfie kamerasi 4K 30 FPS, Full HD ham 30 FPS da video zapis etib biladi. Xo'p, rasmlar o'zlaringiz baho berasizlar. Samsung A26 smartfonimiz ham og'alarına o'xshab One UI 7 Android 15 bilan jihozlanib keladi. One UI 7 dagi fishkasi shu rasmdagi kerakmaydigan joyini udalit etish xususiyati bo'ladi. Ko'rib beramiz. Udalenный obyekt. Sizlarga o'nlab ko'rsataman. Nereda etish kerakligini. Galeriyaga kirib olamiz. Bir rasmga tushamiz. Qalamchani ustiga bosamiz. Xo'p, mushta 4 dona tumaloqni ustiga bosdik. Udalenный obyektga giramiz. Endi A seriyasini ishlatganlar biladi. A seriyasini ishlatganlar bilmaydi. A seriyasini yaqinda qo'shildi. Xo'p, obyektni yo'qotdi, lekin shundan izlari bor. Buni yo'qotib ko'ramiz. Udalit etib ko'ramiz. Bunda ham izi bor ekan. Omad shu ustini tozalab ko'raylik.
Udaylik etamiz. Xudo xolasa, tez kunlarda yana obnovleniyalar kelsa, bu smartfonlarimizga yaxshilashib ketadi degan umiddaman. Hozircha sun'iy intellektdan biri shu bo'ladi, yaxshi ishlab turganlari shu bo'ladi. Xo'p, smartfonimiz IP67 darajasida suvochanga zashtasi bor. Ya'ni yarim metrgacha, 1 metrgacha suvni tengda 30 minut turib berib biladi, lekin maslahat beraman. Chunki A26 budjeti sal arzonroq. Men qo'rqaman ya'ni suvda o'xsha, lekin IP67 darajasida suvochanga zashtasi bor. Smartfonimiz aytdik, mono zuk dedik. Ya'ni bir taraflama zuk beradi. Keyin smartfonimiz akkumulyatori 5000 mAh akkumulyator bo'ladi, lekin ko'zlaymasa yengil 164 gram. 5000 mAh akkumulyator 25 wattni bыстрый zaryadkani поддерживать beradi. Monogi depasidan chiqmaydi, kurpasidan chiqib turibdi. Mana beklasak yo'q, bo'ldi shu bilan. Zuklarni eshitib ko'rdik eksperiment uchun. Yan tarafda umuman ses yo'q, faqat shu pastdan chiqib turibdi. Past bo'lmasa вообще ses bermaydi. Shu bilan A26 ni obzori tamom bo'ldi deymi? Videoyimizni oxirina keldik, ya'ni xulosa joyiga keladigan bo'lsak, Samsung Galaxy A26 smartfonining yoqqan taraflarini aytaman, boshqa minus taraflarini ham aytib o'taman. Smartfonimizni tashqi dizayni hozirgi vaqt uchun normal, ya'ni 36-56 lara o'xshab ishlangan, ularni zo'r taraf deb bo'lmaydi, lekin smartfonimizning protsessori yaxshi ishlangan, 5 nanometrli protsessor Exynos 1380 menga yoqdi. PUBG Mobile'da 60 FPS tutgani uchun yoqdi. Smartfonimiz IP67 darajasida suvochanga zashtasi bor. 3200 ming so'm budjet atrofida men IP67 ni hali beri ko'rganim yo'q. Agar bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Может, men bilmasman. Minusini aytib o'taman. Biz smartfonimizni displeyi avvalgi dizaynda qaytib ketgan. Bundan 4 yil, 5 yil, 6 yil oldingi Samsung Galaxy A50 kimyodan tushgan bo'lsa, A50, A30s bo'ladigan bo'lsa, g'irti ishini smartfonimiz xoshiyalari, ya'ni pastindagi nima deydi, ramkalari iri, hali kapilab o'tdi, dirichkalar. O'sha jihati menga yoqmadi. Sizga qaysi taraf yoqmadi? Kommentariya albatta o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Smartfonimizning bahosi qiziq oladigan bo'lsa, o'sha telefon nomerlari bor. Murojaat etsangizlar bo'ladi. Hozir kunday baholari bilan tanishtiradi. Chunki hozir aytadigan bo'lsam, может, 1 oylardan keyin, 2 oylardan keyin bu video ko'riladigan bo'lsa, qimmatlab ketgan bo'lishi mumkin yoki arzonlab ketgan bo'lishi. Shu uchun telefonlarga murojaat etib, hozir kunday bahosini so'rab olsangiz bo'ladi. Siz Texnobozor kanalida bo'ldingiz. Men Johir Jumaboyev. Xayr, salomat bo'ling.